Oilaviy yo'l o'rtalar bilan toqqa chiqqaningizda ovoz yeylar, dachada mazza qilish tavsiyalar bo'lar ekan. Bugun dushanba dam kunimizda Abu Sakir ishlaganlar bilasizlar, dushanba kuni dam oladi. Shundan foydalanib uydagilarga tovuq oyog'i bilan kotlet pishirib beraman dedim. Uydagilar hammasi hayron qatdan quyosh chiqdi deb aytishdi. Simba firmasidan original turetskiy bo'lgan 100% Turkiyada yig'ilgan manga sotuvga keldi. Shuni sinab ko'ramiz deb aytdim. Sababi har bitta obzorimda o'zimni uyimga borib tovarlarni sinab ko'raman. Yaxshi chiqsa ana o'shanda video qilaman. O'shaning uchun ham hozir o'zimga ham juda ham qiziq tuyulyapti. Sifati qanaqa ekan oxirida bilib olamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ko'ryapsizlar, o'zida buragacha ham bor. Xohlagan narsani ham pishirib olsanglar bo'ladi. Funksiyasi juda ham ko'p. Tovuq va kotletdan tashqari shashlik qilsanglar bo'ladi. Sosiska xohlasangiz balok pishirib olsanglar ham bo'ladi. O'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham sifatli qilib pishirib beryapti. Aniq bilaman hozir negativlar buni yog'i, ya'ni sel qaqoqat deb savol berishadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Tegida o'zining listi bor, shu listiga yig'ib beradi. Umuman sellari, yog'lari oqib ketmaydi inshaalloh. To'g'risi o'zim ham mazza qilib ishlatdim. Bitta zvukini eshitib ko'ringlar. O'zingizlar ko'ryapsizlar, qip-qizil qilib pishirib berdi. Ishtaham juda ham ochilib ketdi. Qisqasini aytganda, sinovdan o'tda juda ham sifati zo'r ekan. Sizlarga maslahat beramiz, narxini yozib ketamiz albatta. Oilaviy yo'l o'rtalar bilan toqqa chiqqaningizda ovoz yeylar, dachada mazza qilish tavsiyalar bo'lar ekan. Birinchi marta o'zim narsa pishirishim menimcha o'xshadi, hammaga yoqimli ishtaha, laykli esdan chiqmasin.